Assalomu alaykum. Faravan Hayot Mirzabek kanalini kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoqdagi barcha fuqarolar hamda qonuniy tashkilotlar sog'miz va salomatmisizlar? Mana bugungi murojaatim xabarlar bor. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on mefeyda Qorasuv ko'chasida istiqomat qilayotgan Norchev Ro'zmurod Tirkachevichdan murojaat kelib tushgan edi. Ya'ni kim Ro'zmurod Oto'g'li Javdar fermer xo'jaligidan. Biz o'sha murojaat bo'yicha surishtiruv ishlarini olib bordik. Hamda viloyat prokuraturasiga ariza bilan chiqqan vaqtimizda ular arizani o'sha birinchi bo'lib o'sha o'zini holat bo'lgan joy o'rganib chiqadi. Ya'ni kim o'sha Bo'ka tumaniga jo'natishdi. Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limiga, Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limiga kelib tushdi bu. Tergov bo'limi xodimlari buni o'rganib chiqib, mana bizga kechqurun qarorini berishdi. Ya'ni kim o'sha Norchev Ro'zmurod buva o'sha ariza yozmaganman. Ular mendan noqonuniy yerda olib qo'yishdi. Chunki agarda ariza yozgan bo'lsam, menga arizamdan nusxa bersin deb bir necha marotaba chiqqan bu. Bir necha marotaba arxivga jo'natgan, arxivda ham arizasiga binoan olingan yer degan, lekin arxivga ham o'sha arizani topib ber deb chiqyapti, arxiv ham arizani topib bera olmayapti. Ya'ni kim o'sha arizaning o'zi mavjud emas. Mana kecha bizga tergov bo'limi murojaatimizga xat berdi, javob xati. Ya'ni kim mana aytib o'tyaptiki, holat yuzasidan Norchev Ro'zmurod Tirkachevichdan tushuntirish xati olinganda u o'z ko'rsatmasida quyidagilarni 2003-yil 6-iyundagi tuman hokimligining 566-sonli qaroriga asosan Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on shirkat xo'jaligi yerlaridan Ro'zmurod Oto'g'li Javdar fermer xo'jaligining 25 yil uzoq muddatli ijara shartnomasi asosida yer ajratib berilgan bo'lib 2008-yilga qadar o'zim rahbarlik qilib kelganman. Fermer xo'jaligim 2003-yil 2-dekabrdagi yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma 38-sonli tartib raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan edi. Meni fermer xo'jaligi yer maydonim qaroriga asosan 15 gektar qilib belgilangan edi. Keyinchalik menga noma'lum sabablarga ko'ra 15,5 gektarni tashkil qilib qolgan. Ushbu fermer xo'jaligim Bo'ka tumani hokimining 2008-yil 5-noyabr kundagi 13.09 sonli qaroriga asosan Ro'zmurod Oto'g'li Javdar fermer xo'jaligiga ajratilgan yer maydoni tuman hokimligi zaxira yer hisobiga qaytarish to'g'risidagi qaroriga asosan tuman zaxira hisobiga qaytarilgan deyapti. Tuman hokimi ham fermerni ruxsatsiz yerni ola olmaydi. Qachonki oladi, shartnoma shartlarini bajarmasa, planni qilib bermasa, yerga to'g'ri ishlov berib qaramasa, shunaqa holatlarda uning o'zining shartlari bor. Tuman hokimligi tomonidan ushbu qarorni qabul qilishda mening go'yoki yer uchastkasining ijaraga olish huquqidan ixtiyoriy voz kechish to'g'risida tuman hokimi nomiga yozgan arizasi inobatga olinsin deb asos qilib olingan. Ya'ni kim bu hech qanday shartnoma shartlarni buzmagan. O'tgan safar videolarni ham aytganman. Planlarini to'g'ri bajarib yurgan, hammasi normalniy bo'lgan, как положено. Lekin bu yerda nimani va'tini ko'rsatyaptilar? Ariza. Mana shu yerda mana aytib o'tyapti. O'sha boyam aytib o'tdim, tuman hokim nomiga yozgan arizasi inobatga olinsin degan. Bu o'zimning xohishim bilan yerim topshiraman, ariza yozgan deyapti. Ariza bilan murojaat qilgan deyapti. Lekin biroq men tomonidan tuman hokim nomiga hech qanday ariza bilan murojaat qilinmagan. Kimdir bunday manfaatdor bo'lib mening nomimdan tuman hokimi nomiga ariza bilan murojaat qilgan ekan. Hattoki Toshkent viloyati arxiv ishlari hududiy boshqarmasi Olmaliq shahar davlat arxivining 2017-yil 13-sentyabrdagi nomer 01 25/1309 sonli
5-noyabr 2008-yilda tumandagi Ro'zmurod Oto'g'li Javdar fermer xo'jaligiga ajratilgan yer maydoni tuman hokimligi zaxira yer hisobiga qaytarish to'g'risidagi qarorga meni arizam ilova qilinmaganligini ma'lum bo'lgan. Bu yerda mening nomimdan tuman hokimining nomiga soxta ariza tayyorlanib, mening nomimdan imzo chekilgan bo'lib, tuman hokimining qarorini ham chiqarishga erishilgan va bu orqali meni fermer xo'jaligim, ya'ni 15,5 gektar yer maydoni tuman zaxirasiga o'tib ketgan bo'lib, mening manfaatlarimga putur yetkazadi deb ariza beryapti arizachimiz, ya'ni kim murojaatchimiz Norchev Ro'zmurod Tirkachevich. 2008-yil 5-noyabrda tuman hokimi zaxiraga olish qarori chiqarilgandan so'ng meni fermer xo'jaligim yer maydoni 2008-yil 20-oktyabr kunidagi prezident qaroriga asosan optimizatsiya qilinib deyapti. Kichik yerlar katta yerlarga qo'shilish, kattalashtirish jarayoni boshlandi. Shunda meni yerlarim ham katta fermer xo'jaliklariga qo'shilib ketdi va tuman hokimi o'z yerlarini kimga bersa berib yuborgan. O'sha vaqtda hozirgi 21-yilgacha tuman hokimining qo'lida bo'lgan qaror. Shunaqa yerlarda tuman hokimlari noqonuniy o'zboshimchalik bilan yerlarni berib yuborayotganligi uchun, olib qo'yayotganligi uchun yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 21-yilda tuman hokimlaridan yerdagi vakolatni olib qo'ydi. Xullas, davom etamiz. Mana aytib o'tyapti, prezident qaroriga asosan planni bajarib yurgan va fermer xo'jaligi rahbarini imzo qo'yilib pechati bosilmagan arizasi bo'lmasa yerlarni olish mumkin emasligini bilib qoldim deyapti. Shu paytlarda ayrim fermerlar yerlarini qaytarib ham olishdi. Shundan so'ng men ham yerimni qaytarib olish uchun tuman hokimi nomiga ariza bilan murojaat qildim. Biroq natija bo'lmadi va shundan so'ng oradan ancha vaqt sarson bo'lib yurdim. Men qayerga murojaat qilsam ham ijobiy natija bo'lmadi va men yerimni qaytarib ola olmadim deb ma'lum qilyapti. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi arxiv agentligi Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi Olmaliq shahar davlat arxivi tomonidan 27-yil 7-iyul 2023-yilda 124/139 sonli arxiv 5-noyabr 2008-yildagi 1309 sonli tumandagi Ro'zmurod Oto'g'li Javdar fermer xo'jaligi ajratilgan yer maydoni tuman hokimligi zaxira yer hisobiga qaytarish to'g'risidagi qaroriga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 36-moddasi fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 32-moddasiga asoslanib Ro'zmurod Oto'g'li Javdar fermer xo'jaligi boshlig'ining yer uchastkasini ijaraga olish huquqini ixtiyoriy voz kechish to'g'risida tuman hokimi nomiga yozgan arizasini ko'rib chiqib deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Tuman hokimi nomiga arizani kimlardir yozib chiqqan. Ko'rib chiqib O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga asosan qaror qilganligi ko'rsatib o'tilgan bo'lsa-da, biroq fuqaro Norchev Ro'zmurod arizasi ilova qilinmaganligi aniqlangan. O'sha 6-moddada ham, ya'ni nima deyapti? Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga arizasiga binoan yer olinish kerak bo'lgan. Bu yerda arizani mavjud emas. Jinoyat kodeksining 64-moddasiga asosan ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyat uchun javobgarlikka tortish muddati 2 yil qilib belgilanganligi. Chunki bu fermer o'sha yerini olib qo'ygandan keyin 2 yil ichida murojaat qilish kerak bo'lgan. Bu lekin 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin prezident qaroriga asosan planni bajarib yurgan fermerlardan yer olinmaydi deb keyin bilgan. Xo'p, davom etamiz.
o'sha 2 yil qilib belgilanganligi sababli hozirda ushbu holat yuzasidan jinoyat sodir etgan shaxsni javobgarlikka tortish muddati o'tib ketganligi inobatga olinib, tergovga qadar tekshiruv hujjatlarini ayblik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasi 1-qismi 1-bandiga asosan jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilishni maqsadga muvofiq qilyapti. Ya'niki bunga qachon jinoyat ishi ochilardi? Ani ariza topilganda edi. Bular arizani topisha olmadi, chunki u yerda soxta arizani topisha olmadi. Arizani topishganida edi, biz u arizani o'sha ekspertiza, ya'ni Hadicha Sulaymonovaga berar edik. Qani shu arizada yozilgan yozuvlar Norchiyev Ro'zmurodga tegishlimi hamda qo'l Norchiyev Ro'zmurodga tegishlimi? Ariza topilmagandan keyin biz nima qildik? Jinoyatni ular yashirgandan keyin biz hozir endi yerni olish maqsadimiz hamda jinoyatchi javobini berish edi. Xullas, mana arizani ular yo'q qilgani bilan fermerni yerini o'zini xohishi bilan topshirmaganligi uchun yerni xudo xolasa mana fuqarolik sudiga beryapmiz. O'sha tuman, Bo'qa tuman hokimligini xudo xolasa hokimiyatda o'zi bu bo'yicha o'zi kerakli joyda, ya'ni kim o'sha fuqarolik sudida, O'rta Chirchiq tumanlararo fuqarolik sudida qonuniy tartibda javobini berishadi. Mazkur holatda noma'lum shaxsning xatti-harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari mavjud bo'lsa-da deyapti. Mana jinoyat alomatlari mavjud bo'lsa-da deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mavjud, ya'ni kim arizasiga binoan deb arizani bilan yo'q qilgan. Biroq O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 64-moddasiga ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat uchun javobgarlikka tortish muddati 2 yil qilib belgilanganligi inobatga olinib deyapti. Ya'ni o'sha ariza topilmaganligi uchun biz jinoyatni ocha olmadik. Ariza topilganda edi, biz buni tagiga yetardik. Xudo xolasa endi maqsadimiz nima? Yerni qaytarib olib, bu fuqaro nomidan baribir kim ariza kiritgan bo'lsa, baribir javobini beradi hali kerakli joyda, ya'ni kim o'sha sudda. Olim noma'lum shaxsga nisbatan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari asosida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasi 1-qismi 1-bandiga asosan ayblik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish va Norchiyev Ro'zmurod ushbu holat yuzasidan yuzaga kelgan nizolarni fuqarolik sud ishlari orqali hal qilishlari mumkinligi tushuntirishi lozim bo'ladi deb qo'yapti. Yuqoridagilarni nazarda tutib va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 36-64-84-moddasi 1-qismi 1-bandini qo'llagan. Ya'ni kim qaror qilyapti. Mazkur holatda noma'lum shaxsning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari mavjud bo'lsa-da, biroq Jinoyat kodeksining 64-moddasiga asosan jinoyat javobgarlikka tortish muddati o'tib ketganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasida 1-qismi 1-bandiga asosan ayblik to'g'risidagi masala hal qilmay turib jinoyat ishini qo'zg'atish rad qilinsin deyapti. Ya'ni kim o'sha arizani topolmaganligi uchun nima qilyapti? O'sha arizasiga binoan deb yerni buni qo'ldan olib qo'yganligi uchun hokimiyat jinoyat javobgarlikdan voqif bo'lyapti. Lekin bar fuqarolik sudiga beramizda, xudo xolasa bu bo'yicha qonuniy tartibda chora ko'radigan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarni ko'rishguncha salomat bo'linglar.